Mashina avariya bo'ldi obunachilar. Bunday holatlar ko'pchilikda bo'lib turadi. Sababi hammamiz yo'ldayız yurimiz, talafot kutilmaganda bo'lib qoladi. Bunday vaziyatda Hazarasda toza kuzov detailing xizmatlari ochilibdi. Shu xizmatlar bo'yicha hozir shu ustaxonamiz egalari bilan bir yandan suhbat quramiz. Ag'abek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, chakkamisiz? Ag'a, bunday ustaxonalar hammada bor bilasiz. Hammada ko'p. Sizlarning ne özelligingiz bor, nish xizmat turlaringiz bor masalan? Bir yandan danıştırib o'tsangiz, masalan, asıldı, bir yandan tushuntirib berasiz astakana. Bize xudo xolasa o'zimizni avtokuzov texnologiyamizni ochib oldik. Bunda elde 27 yilda Rossiyada ishladik. Endi Rossiyada o'zimiz dokument bo'yicha doğru yemedi. Doğru yemin qaldi. O'zi hammada bo'lib turibdi xohlagan. Ishlarimiz u yerda oydin bo'lib turadi. Endi beda o'zimiz ish faoliyatimizni yuritjakmiz, xudo xolasa. Akangiz bilan? Shu dadam bilan shu ish faoliyatlarimizni yuritjakmiz. 27 yillik ish stajimiz ham bor. Masalan, mashina zettirmakka kelsangizlar, 4 millionni o'ssa, ish haqqisi, usta haqqisi, polirovka xizmati besplatniy. Ana shu yo'llari odamlar udobnostvodan. Bir de polirovka xizmatlari ham bor ekan shunda. Polirovka, detal, keramika, hamma narsa bor. Tushunarli. Shunda, ya qo'shimcha deb aytdingiz, 4 million so'mdan o'ssa dedingizmi? Nima dedingiz? 4 million so'mdan o'ssa, usta haqqisi, polirovkasi besplatniy bo'ladi. Polirovkani bilasizlar, 500 ming so'm, 700 ming, 800 ming so'm tutdi. O'zi вообще-то polirovka biza qora mashinalari, endi pullarni ham aytib o'taramiz. Qora mashinalari 600 ming so'm bilan. Agar oq mashina bo'lsa, Liboy, Captiva bo'lama, Cobalt, Gentra, hammasini, farqi yo'q. 500 ming so'mdan aytib beramiz polirovka xizmati. 500 ming so'mdan. Tushunarli. Yana masalan, bo'lib to'lash xizmatlari ham bormi? Bo'lib to'lash xizmatlari ham bor. Kredit bo'yicha. Shu odam keladi. Masalan, 15 million, 10 million bo'lib ketadi-ku. 20 millionlik Zetlo'dan mashinalar bo'ladi. Shularga kredit bo'yicha ham yordam beramiz. 14%dan. 14%dan. 14%. Hali bank bermaydi uncha keladi. 14%. Yangilikni Hazarasda obunachilar. Xo'p, tushunarli. Birinchi adresini tushuntirib olaylik. Bu yo'l bilasizlar Hazaras Muhammad idaradan Ag'abek to'yxonaga ketaverishda bo'ladi. Bidayna zapravka giraverish bo'ladi. Giraverishni ishida ham boshlab bo'ladi. Ban tarafdan ham motorning yo'lidan kelsangizlar ham bo'ladi. Bir asfalt ko'chadan aylanib kelsangizlar ham bo'ladi. Ag'abek aka? Ben tarafdan ham kelsangizlar bo'ladi. Men Ag'abek akamlar bilan Rossiyada vaqtlari video YouTube'dan gapirishdik. Masalan, Bevoni zet turgan vaqtlaringizni ko'raman-da. Boshqa mashinalarni zetganmisizlar? Bende BMW, Merz, Gelik, uchinchi mashinalar zet dedik-da. Bende avtoservisda ishladik. O'zimizda sertifikatlarimiz ham bor edi bizlari. Sertifikat olsa, masalan, ko'p odam ishonadi-ku. Sertifikat ham hammaga berilmaydi. Tushunarli. O'z ishini mutaxassis odamlarga beriladi. Tushunarli. Shuning uchun ham men bu ustaxonaga qo'rqmay bemalol kelib turibman-da. Sababi o'zining ishining ustalari desa adashmagan bo'lamiz. Keyin yana nima gaplar aytsak bo'ladi, qo'shimcha qilib. Shunda. O'zimizda endi berak kelsangizlar, Hazaras bedagi texnik kelsangizlar, mashina detali masalan bamferi bo'lama, ishki bo'lama, kuzov bo'yicha-da endi вообще-то. Endi toza qo'ydiradiganlar bo'ladi-ku. Bunda DTP bo'lgandan keyin o'zimiz alohida magazinlarimiz bor. Beda emas. Urganchda. Arzon. Bedagilardan arzon. Bir kunda keladi, lekin arzon. Odamlar kisasini foydada. 5 yil garantiyasi bilan aytib beramiz. 5 yil garantiya? 5 yil garantiya. Ishlaymiz. Aka biz aytgan ishlaymiz. Biri tippetadan bo'lsa, 5 yildan keyin, 5 yildan masalan, ikkizada yosh qatdan besplatni aytib beramiz. Xudo xolasa inshaalloh unchki bo'lmaydi. Молодец. Ben tarafımızdan yine bir işte temenet tursang, Novo Klaspida? Ben tarafta xudo xolasa magazin aytamiz. Mashina, rul, chexol, mashina ne detal kerak bo'lsa, ishon tarafta xudo xolasa. Ben de klassın, ne yap bo'lsa. Ben de qilamiz. Tushunarli. Yine bir başlanın güzeli yan başında bo'ladi ekan obunachilar. Sizlarga bir ma'lumot sifatida aytib o'tdik. Xudo xolasa shunday holatlar bo'lib qolmag'aydan bo'lib qolsa ishi ag'alarimiz yana kelsangizlar ham bo'ladi, ishlarga javob ekan xudo xolasa bemalol esa kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.